11-iyun sanasida 2026 nejavika mana uzilyapti do'stlar. Hosildorligiga baho berdim qaranglar. Yiriligini. Mana $2 2 sentdan chiqib ketyapti do'stlar. Sizlarga qilgan holatini senga ko'rsatib boraman. Mana olgan bo'linglar. Buni qaranglar. Ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz, bemalol qilishlaring mumkin. Mana sekin uzilayotgan joylarni ko'rsatib boraveramiz. Xolalarimiz 50 gradus issiqda ham terishyapti. Nejavika do'stlar, mana sizlarga ko'rsatib. Bu hosildorligini ko'ringlar, hosildorligini. $2 2 sent zo'r pul do'stlar. Xola qalay, xirmonga baraka. Voy salomat Bo'lyaptimi xola? Bizga baraka. Mana xolalarimiz teryapti, mehnatlarga bittadan like bosib. Mana bemalol nima qilish. Xola qalay, yaxshi narsa ekanmi? Voy zo'r narsa ekan bu, foydali. Ayollarning yuzlarini oqartiradi, yoshartiradi, sahrlarga davo. Ana. Salomatlik uchun juda foydali. Varenasi zo'r bo'lar ekan, kompoti undan ham zo'r bo'lar ekan. Do'stlar, ekishlarni tavsiya qilaman. Mana xolalarimiz teryapti, mazza qilib teryapti. Qoragan ter, bu pishmagan emas. Pishganchidan qorasini terilaveradi. O'star hosildorlik yuqori, cho'ntakka daromad ekan bu. Xola yaxshi ekanmi hosildorlikka? Hosildorligi zo'r Buni ekan. qaranglar, Biz ham do'stlar. agarotlarimizga ekib qo'ydik. Yana yil Xudo xolasa, biz ham shunaqa qilib sotamiz. Do'stlar, like bosib xolalarning mehnatlariga mana 30 kishidan oshiq odam ishlayapti. Mana shu issiqlarda terishyapti do'stlar. Mana naqd pul mana. Buni bemalol eksani, dangasani ish ekan do'stlar. Like bosamiz, obuna bo'lamiz oddiy xonlarga. Sog' bo'linglar.